Issiqlik oqibatida 1300 dan ortiq odam vafot etdi. Bunga Yevropada kuzatilayotgan anomal issiqlik sabab bo'lmoqda. O'lim holatining ko'payishi barcha yosh guruhlariga ta'sir ko'rsatayotgan bo'lsa-da, vafot etganlarning 85%ni 65 yosh va undan kattalar tashkil etmoqda. O'lim holatlari shifoxonalarda, qariyalar uylarida va xonadonlarda ko'paygan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti rahbarining aytishicha, issiqlik stressni ko'pincha jimjit qotil deb atashadi. Vaholanki Yevropaning uylari, ish joylari va maktablari bunday issiq haroratga moslashtirilmagan. 28-iyun kuni Yevropaning ayrim hududlarida havo harorati 40 darajagacha ko'tarildi. Jaziramalar ayniqsa Germaniya, Avstriya, Chexiya, Vengriya va Polshada shiddatli tus olmoqda. Chexiya 2 kun ichida rekordni yangiladi. Pragadan shimolda joylashgan Doksani hududida 41 daraja issiqlik qayd etildi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Yevropa hozir dunyodagi eng tez isib borayotgan qit'a ekanini ta'kidlab, hukumatlarni aholini ekstremal issiqdan himoya qilish bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rishga chaqirgan. Eng ko'p o'lim holatlari qizil ogohlantirish e'lon qilingan hududlarda, xususan Parij va uning atrofini qamrab olgan Ile-de-France mintaqasida kuzatilgan. Shuningdek, o'limlarning katta qismi uy sharoitida sodir bo'lgani aytilmoqda. Bundan tashqari, Italiyaning 22 ta shaharlarida, jumladan Rimda jazirama issiq sababli eng yuqori darajadagi xavf e'lon qilindi.